Akam gaz расходini ekonom qilaman, mana bunaqa pitakli taxlab qo'yibdilar. Bu prokolli katyol ekan. O'rniga hozir biz mana shu 273 gibrid katyolimizni olib keldik. Xudo xolasa ichiga 32 talikdan 19 ta tiqilgan, yana tagida ham 17 ta 20 talik turbasi bor. Garelkani ko'ryapsizlar qanaqa yonib turganini. Demoqni ko'ryapsizlarmi, ushlab turishimni? Bemalol ushlab turibman. Ashim, katyol cho'tki ishlayapti. Uje o'rnatib bo'ldik. Mana bu katyolni o'rniga, xudo xolasa, egasiga topshirib chiqib ketamiz. Xusan, mana shu tiyagani qo'yishni maslahat berasanmi katyollarga? Beraman. Bu qanchalik ekonom qilib beradi? 15% ekonom qilib beradi gazda. Gazda? Gazda. Atak o'tin ko'mirga ham so'rayapsizlar, bu narsani o'tin ko'mirga qo'yib bo'lmaydi. Chunki o'tin ko'mirda tiyagi yaxshi bo'lishi kerak. Agar katyolga kerak bo'ladigan bo'lsa, to'pli domni katyollari hammasidan bor.